Assalomu alaykum aziz birodarlarim, sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da ko'rishib turganimdan bag'oyatda shodman. Ushbu video Superliga 2025 3-tur tahlillariga bag'ishlanadi. Oxirdan boshladim. Paxtakor Dinamo. Paxtakor quyidagi tarkib bilan o'yinni boshladi. Darvozada Jonathan Luis Skeira, himoyachilar Shahzod Azmiddinov hamda Abdulla Abdullayev. Abdulla Abdullayev terma jamoa darajasida ham juda ham bexato yaxshi o'ynayapti. Kelajagi porloq himoyachi, Paxtakorning bo'lajak yetakchisi, hatto hozir ham jamoa sardori. O'ng qanotda Hoji Akbar Alijonov o'rniga Hamraliyev harakat qildi. Unda agar jarohat bo'lmasa yoki qandaydir chetlatishlar bo'lmasa, Umarbek Eshmurodov singari Nasaf Umar Eshmurodovga dam bergandan singari Paxtakor ham o'zining asosiy futbolchisiga dam bermoqda Dinamoga qarshi o'yinda. Chap qanotda Umar Adhamzoda harakat qiladi. Paxtakor chap qanoti yaxshi emas, xususan shu paytgacha chap qanot hujumkor yarim himoyada harakat qilgan Flamarion nihoyat Pedro Moreirani miyasiga tepdi, uni Flamarionni markazlashtirdi. Qanotda umuman eplolmadi Flamarion. Chap qanot hujumkor yarim himoyada Bashar Rizan harakat qildi. Bu yog'iga Diyor Xolmatovni ko'rmasa kerak, u ishonchlarni oqlamayapti, Flamarionni markazlashtiryapti. Menga qolsa Diyorni ham, Flamarionni ham Paxtakor o'ynatmasa yaxshi bo'lar edi. O'ng qanotda Hamdamov, xuddi shunday Hamdamovni ham. Bu bola boshqacha bo'lib qolgan, o'ziga kela olmayapti, harakat qilmayapti. Oilasida qanaqadir muammosi bo'lsa kerak. Oldinlari aytibdi, qanaqadir bir ko'ynimiz bo'lmay o'tirsak, boshqacharoq o'tirsak, ustozda sira so'raydi, oilangda muammo bormi deb. Hamdamovda ham balki shunaqa muammo bo'layotgandir. Qanaqadir ishtiyoq yo'q-da. Hujumda, nominal hujumda Sergeyev o'ynadi. Brian Ryaskos nima sababdan qayerga ketganini yaxshi bilasizlar, men bu narsani gapirmayman. Xo'p, Dinamoni taktik joylashuvi, darvozada Yagudin. Nimaga taktik joylashuvlarni gapiryapman? Hamma komandada ham taktik joylashuv gapirganim yo'q, prosta o'zgarish bo'lganlarini gapiryapman. Keyin ozgina tahlil qilib bermoqchiman o'zgacha joylashuvlarni. Xususan Dinamoniki ham yaxshigina misol bo'ladi. Kimsan Nasafda markaziy yarim himoyachi sifatida tanilgan Marko Stanoyevichni markaziy himoyaga qo'ygani bilan. O'sha gap oldingi videolarimda aytgan gapim. Vadim Abramov yarim himoyachidan himoya markazida foydalanishni yaxshi ko'radi, chunki qarshi hujumga o'tilayotganda yoki hujum tashkil etilayotganda birinchi pas eng muhimlardan biri hisoblanadi. Mana shu birinchi pasni yaxshi playmakerlar berish kerak. Milliy terma jamoada Vadim Abramov Odil Ahmedov himoyada o'ynatardi, u birinchi pas yaxshi berar edi, texnikasi yaxshi. Stanoyevichku umuman gapirmasa ham bo'ladi. Nasafda ham jarima zarbalarni o'zi ijro etib yurardi. Himoyaga qo'yildi, chunki o'sha gap birinchi pas eng muhimi. Aniq tushirib berish buning vazifasida. Unga markazda u Jahongir O'rozov hamrohlik qildi. Bu ham juda ham yaxshi himoyachi, bilasizlar, faoliyatini Turkiyada o'tkazib kelgan. Tayanchda Ratinho o'ynayapti, bilasizlar, Ratinho juda ham yaxshi futbolchi, o'tgan yili Nasaf harakat qilib ola olmadi. Hujum ortida Sanjar Qodirxo'lov harakat qiladi. Qodirxo'lov Vadim Abramov erkatoyi hisoblanadi, bilasizlar. Chap qanotdan Anvar Hojimirzayev, o'ngda Friday markaziy hujumchi Mirjahon Mirahmanov bo'ldi. Hop, birinchi taym statistikasi to'plarni nazorati 60 ga 40 bo'ldi. Zarbalar 5 ta Paxtakor yo'lladi, shulardan 3 tasi aniq. Dinamo bor yo'g'i bitta zarba berdi, u ham bo'lsa aniq emas. O'yin OKMKga singaridik. Paxtakor harakatlari bilan o'tdi. Lekin afsuski endi Paxtakor natija chiqaza olmadi. Dinamo bo'lsa Paxtakorga o'z darvozasini ham, o'z himoyasini ham ochmadi. Yakunda o'sha kallasini ishlatib o'ynagan hisobiga yutib ketdi. Bilasizlarmi, inson tanasida qo'rquv degan instinkt bor. U bizani bilasizlarmi, ko'pchilik qo'rquvni yomon deydi, yomonlaydi, lekin o'sha qo'rquv bizani juda ham ko'p narsalardan saqlab qoladi. Hayotda, misol uchun, agar qo'rquvingiz bo'lmaganida siz lubboy yomon ishlarni ham qilib bo'lardingiz. O'sha qo'rquv sizni jinoyatdan asraydi. Misol uchun, qaysidir davlatda qotillik qilgan odamga o'lim jazosi bor, o'limdan qo'rqqan odam bo'lsa qotillik qilmaydi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa boshqa narsalardan ham qo'rqqan odam qaytadi, tiyiladi. O'sha Paxtakordan bo'lgan qo'rquv OKMKga himoyakor o'ynashni, markazda zich bo'lib o'ynashni
talab etdi. Dinamodan ham xuddi shunaqa ehtiyotkor bo'lishni, o'zida yaratilajak vaziyatlardan imkon qadar foydalanish kerakligini talab etar edi. Mana shu Paxtakordan bo'lgan qo'rquv. Kimdir yozdi, Tolibjon Isroilovmi, Tolibjon Qodirovmi degan anaqa bor-ku, chempionat Aziyada ishlaydigan. O'sha yozdi o'zining Telegram kanalida, nimamish Paxtakor ham Manchester Unitedga o'xshab ketyapti, undan hech kim qo'rqmay qo'ydi. Yo'q, aksincha Paxtakordan qo'rqishgani uchun mana shunday o'ynashyapti va yutib qo'yishyapti. Bu yerda kalla ishlayapti. Shunaqa. Xususan men yozib qo'yman, Dinamo himoyalanayotgan payt 7 kishilab himoyalanyapti. Baribir Paxtakordan komandalari qo'rqishyapti. Paxtakorni men bu anaqasiga yechim sifatida Bunyodkorni 3-turdan qilgan ishini ko'ryapman. Ya'ni qanaqa Bunyodkor ham boshida yana bitta gap, Bunyodkor kelganda hozir esimda bor deb yozib qo'y. Qaysidir bitta muxlis kommentda yozibdi. YouTube kanal o'sha Bunyodkor Surxon o'yini translyatsiyasi USPFL tomonidan qilinganda kommentda yozib qo'yibdi. Yaxshigina like yig'ibdi. Nimamish, mana Bunyodkordan o'rganinglar qanaqa legionerlar olib kelishchi. Birinchidan Bunyodkorga yaxshi budjet ajratilgan edi. Buni misolini biz u hamma futbolchilarga og'iz solib tashaganidan bilsak bo'lardi. Prosta u futbolchilarni qo'lga kirita olmadi. Shuni hisobiga o'sha ajratilgan pullarni chetga sarfladi. Bilasizlar, bizda ham futbolchilar, chet eldagi futbolchilar uncha-munchasidan qimmat yuradi oyligi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Misol uchun Ne'matov, Sidiqovlar uncha-muncha komanda ola olmaydi oyligini. Даже Marushich oyligini Neft Nasaf ko'tara olmadi. O'shaning uchun javob berib o'sha Superliganing yulduzlariga ajratilgan pul chet eldagi o'sha darajadagi futbolchilarga sarflandi, shu xolos. Bu hech qanaqa legioner tanlashdagi to'g'ri ish, xato ish emas deb o'ylayman. Balki ozgina xato kamchiliklari ham bor, chunki qaysi tomonlama Superligaga moslashib ketish tomonlama. Chunki mana Paxtakor olib kelgan futbolchilar moslashib keta olishmayapti. Xuddi shunaqa gaplar. Yana nimadir demoqchi edim, bilmadim. Xullas shu Paxtakor Dinamoga rozi bo'lasizlar. Paxtakordan qo'rqmaslik kerak. Qo'rqmaslik xato bo'ladi. Kuchsiz komandadan ham qo'rqmaslik xato bo'ladi. Keyingi uchrashuv Mashal Sug'diyona. Mashal 3-4-3 taktikasida o'ynadi. Sug'diyona bo'lsa 4-1 taktikasida o'ynadi. Sug'diyonani hujumida Doriyev, nominal hujumchi sifatida Qahramonov, o'ng qanot hujumkor yana himoyachi panshanbelar ko'rsatildi. Ular qo'ldan kelgancha harakat qilishdi. Doriyev o'zini ko'rsata olmadi. Qahramonov bo'lsa vaziyatlardan foydalana olmadi, xususan penaltidan ura olmadi. Mashal bo'lsa qanaqa zo'r gol urib qo'ydi. O'shani ko'pchilik, hatto adashmasam sharhlovchi aytdi, nima dedi? Futbolchi pas beraman deb bergan pasi golga aylanib ketdi dedimi? O'sha videoni yaxshilab ko'rsanglar, futbolchi varataga qarab tepgan edi koptonni, u menimcha pas emas edi. Va Mashal Sug'diyonani yutib ketdi. Va bunda himoyasidan ham ko'proq darvozabonning hissasi katta. Bolalar ichdan chiqazib harakat qilishyapti, xuddi Andijon singari. Xudo xolasa har o'yinda mana shunaqa o'ynasa, ikkinchi Andijon Mashal bo'lib qoladi. Keyingi turda Sug'diyona o'zining uyida Paxtakorni qabul qiladi. O'sha o'yinda ham amaldagi 3-o'rin bilan bo'lajak deb ko'rilayotgan Paxtakor, chempion deb ko'rilayotgan Paxtakor zo'r to'qnash qilib berishadi. Xudo xolasa o'sha yerda ham ko'p narsani bilib olishimiz mumkin. Sug'diyona Paxtakordan qo'rqmasa yutqizib qo'yishi mumkin. Keyingi o'yin Nasaf Neftchi. Bu o'yin markaziy deb aytilgan edi, lekin markaziy bo'la olmadi. Nimagadir komandalar borini bermadi. Bu qanaqa bilmadim, balki kelishib olishgandir. Agar kelishuv bo'lgan bo'lsa, biz buni Neftchining uyida bo'ladigan o'yindan bilib olsak bo'ladi. Nasafda durang o'ynaldimi? Kelishuvga ko'ra Neftchining uyida ham durang o'ynalishi kerak. Agar o'sha yerda ham mana shunaqa nursiz bolalar peshkom o'ynab qo'yishsa, bilinglar kelishilgan o'yin bo'lishi mumkin. O'sha yerda ham durang bo'lsa, ya'ni. Hop, Nasaf taktik joylashuvi darvozada Abduvohid Ne'matov, chap qanot himoyada Sharof Muhiddinov boisa Sherzod Nasrullayev yo'q. Nega aynan Sharof? Chunki Sharof chap qanot yarim himoyachisi. Oldin ham himoyada o'ynagan paytlari bo'lgan. Paxtakorga ketmasidan oldin Nasafda o'ynagan payti. Markaziy himoyachilar G'olib Qaybullayev hamda Shuhrat Muhammadiyev. Nimaga Nasaf Shuhrat Muhammadiyev olib qoldi? Chunki u universal himoyachi. Aslida ko'pincha o'ng qanot himoyada o'ynaydi, lekin bu safar markazda o'ngroqda joy oldi. O'ng qanot himoyachisi Abdurahmatov Zafar Murodbotov, tayanch Akmal Mazgoy va Javohir Sidiqovdan tashkil topgan. Hujum ortida Dragon Cheran, chapda Bozorov, o'ngda Suhrob Nurulloyev, nominal hujumchi Husayn Norchayev.
Endi bu joylashib o'tadigan bo'lsam masalaga qaranglar. Oybek Bozorov o'yinda markazlashdi. Bu narsani Ro'ziqulberdiyev endi qilmayapti. O'sha Nasaf Turkiyadagi yig'inda tayyorgarlik o'taganida ham ayni mana shu ishni qilgan edi. Ya'ni bolalarni markazlashtirib o'ynagan edi. Olisdan zarbalarni sinab ko'rgan edi va himoyachilardan G'olib G'aybullayev va Husniddin Aliqulov terma jamoada ichkariga kiradi-yu, G'olib G'aybullayev ham xuddi shunaqa foydalanyapti. Men o'rta oliylardan shu narsani sezgan edim. Qaranglar. Oybek Bozorov markazlashib Cheranning o'rnini egallaydi. Cheran oldinga chiqadi, nominal hujumchilar ikkitaga yetadi. Chunki bitta nominal hujumchi bilan o'ynash qiyin. Shuning uchun ham Norchayevda ham Cheranda ham yaxshigina vaziyatlar yaratildi. Suhrot Nurillayev o'zining pozitsiyasida yaxshi harakat qildi. Oybek Bozorov hozir aytishinglar mumkin. U markazlashib ketsa, chap qanot hujumkorlarni himoyani kim qiladi deb Sharof Muhiddinov qiladi. Sharof Muhiddinov Nasaf 3.5 himoyachi bilan o'ynaganda ham chaproqda o'ynardi, teparoqda o'ynardi. Boisi Oybek Bozorov markazlashar edi. Shu. Hop, endi Neftchini gapiradigan bo'lsam, Neftchini gapirmasam bo'lmaydi. Murabbiyning kallasi ketyapti, tomi ketyapti. Tarkib nima deydi? Birdaniga mana shu futbolchilar bilan boyitilinib qolmadi. Ular sekin-sekin kelishib boshladi va murabbiyga ularni joylashtirib olishga vaqt yetmay qoldi deb o'ylayman. Chunki balki murabbiy bunaqa transfer qilmaydi-da o'zi, yana o'sha yozgi transferlarga qaytaylik. O'shanda ham ko'p gapirdim-da, nimaga faqat hujumchi, nimaga faqat hujumkor futbolchilar, himoyachi olmaydimi deb. Tim bo'li tojikistonlik Zoirovni berib qo'ydi Saudiyaga. Nima qilyapti bu deb. Mana bunaqa narsada Neftchiga kelgan, Neftchida o'zi vaziyat yaxshi emas. Ishoninglar, Neftchida o'ynagan Aziz Omonov Neftchini yomonlab, Nasafni maqtaganini men qaysidir bitta videomda gapirib chiqqanimda, Neftchini muxlislari yana gapirib ketib qolishuvdi. Yana bir bola o'sha vashshi ko'p ahmoqona gaplarni qilishadi, tushunishmaydi-da. Mayli. Aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, o'zi mavsum boshidan beri mana shu hokim maqsadni qo'yib futbolga kirib keldi. O'zi bizada Cheranning aytgan gapi, ya'ni bizada tepada futbol tushunmaydigan odamlar o'tiradi, orzu maqsadni qo'yib qo'yadi, o'zi ham aralashadi. Men Ortiqxo'jayevga o'xshab futbol tushunmasa ham komandan chekirib olgan, aqllilik qilib yuradi-yu. Xuddi shunaqa Neftchini hokimi ham mashnaqa qilib yurganmi bilmayman. Ikki murabbiy bilan hokim mashnaqa bo'lib qoldi. Ya'ni Jamshid Iskandarov kerak emas, Odil Hamrobekov kerak emas deb Vitaliy Levchenko aytgan, hokimiyat Yovovich ham kerak emas degan, adashmasam, hokimiyat bo'lsa ularni olib kelib bergan, keyin Vitaliy Levchenko kerak emas degan, ular shartnoma bekor bo'lgan, hokimiyat baribir olib kelib qo'ygan shu futbolchilarni. O'sha yerda hokimiyat bilan murabbiyning fikri chiqishmayapti. Murabbiy bo'lsa, o'zining taktikasidan kelib chiqib, o'ziga kerakli futbolchilarni olib keladi-yu. Hokimiyatga farqi yo'q. U hokim sal yetishmaydimi, o'ylaydi, faqat hujumchilarni yig'ib qo'ysam, men chempion bo'laman deydimi, hujumkor o'ynasam, men chempion bo'laman deb o'ylaydimi. Mana bunyodkor, hujumkor, 3 ta hujumchi bilan o'ynab boshida qancha pand yedi. Paxtakor hujumkor o'ynab faqat yeb qo'yyapti. Shunaqa narsalarga kallasi yetmaydi, demashilar bor-ku. Shunday tepada turib, shundoqqa qo'lida imkoniyati bor, klubga aralashadi, ko'tiga tiqib qo'yadi mana shunaqa. Tak, mana joylashuvga qaranglar, darvozada Eldor Suyunov turibdi. O'zi balo bormi, 34 yoshli, mana bu sakromiy qolgan energiyasi yo'q, Varatarni olib. O'sha u terma jamoada turib yurgan payti ham reaksiyasi yo'q edi. Paxtakorda payti ham gol kirib ketib bo'lgandan keyin orqasidan otilardi. Nima qiladi bunaqa Varatarni olib o'ynadi? Hop, markaziy himoyachilarga qaraylik. 3 ta markaziy himoyachilar: Ubaydullayev, Anvar G'ofurov, Shohruh Gadoyev. Gadoyevni markaziy qo'yib qo'ydi. Shu paytgacha Farruh Sayfiyevni markaziy himoyachi sifatida o'ynatib kelar edi. Bu safar Farruh Sayfiyev chapga qo'ygan, Farruh baribir chapda yaxshi o'ynaydi degan, Ibrohim Halil Yo'ldoshevni zaxiraga qo'yib qo'ydi. Bolta Boyevdek chopar tayanch yarim himoyachisini o'ng qanot himoyaga qo'yib qo'ydi. Bu murabbiyning qanaqa ishi, nimani o'ylayapti, men tushunmayman. Balki imkoni yo'qligi uchun mana shunaqa qilayotgandir. Lekin baribir tushunish qiyin. Balki joy almashib o'ynashayotgandir, xususan Boltaboyev bilan Gadoyev. Gadoyev o'zini o'ng qanotiga o'tadi, Boltaboyev markazga o'tadi va joyi kelganda teparoqqa chiqib Aliboyevga yordamlashadi. Aliboyev tayanch bo'lyapti, Iskandarov hujum boshlachi bo'lyapti. Chap qanot hujumkor yarim himoyachi sifatida Abror Ismoilov ko'rsatilyapti. Abror Ismoilov shu paytgacha men ko'rmaganman chap qanot hujumkor yarim himoyachida o'ynaganini. U o'ng qanot hujumkor yarim himoyachida o'ynaydi. Himoyaga ham kelib, onda-sonda vaziyat bo'lsa o'ng qanot himoyada ham o'ynaydi, qaytib chiqib yurib. Keyin markazda ham o'ynaydi, tayanchda ham o'ynaydi. Lekin umuman ko'rmaganman chap qanot hujumkor yarim himoyachida o'ynaganini Abror Ismoilov. Men bitta Marushich nominal hujumchi. Qaranglar. Abror Ismoilov o'zi hujumni
atrofida yuradigan futbolchi emas. Mana bu Toshmirzayev, o'ng qanot hujumkor aylanib himoyadagi bola ham bir qo'lidan bir ish kelib qo'ylatib qo'yadigan futbolchi emas. Oldinda Marushich o'zi qolib ketyapti. Tag'in transfer qilingan, faqat hujumkor sostav yig'ilgan. Shunda ham hujumkor joylashtirilmayapti. Chunki Vitaliy Levchenko himoyakor o'ynashdan boshqasini bilmaydi. Yetmaganiga 70-80-daqiqadan kelib turib, qariya futbolchilar o'lib qoldi. Balobomi 10 minut ham zo'r o'ynab bera olmaydigan Iskandarov o'ynatib, uni markazga qo'yib, hujumlarni mana shu Iskandarov bilan tuzish kerak. Yovich zaxirada. Men bu Quvondiq Ro'ziyev bilan ham yozda ishkal bo'ldi, ya'ni qanaqa o'sha asosiy tarkib masalasida ketaman tushib qoldi, ketmadi, mana qoldi, baribir zaxirada yotibdi. O'shanda ketmaydi men. Komanda mamnaqa bo'lib yotibdi. Azomonov ichidan chiqib turib gapirgan-ku, men o'zimdan o'zim Azomonov tilidan e'tibormaganman-ku, o'shanda Azomonov Neftchini yomonlayapti deb o'zimdan gapirmaganman-ku. Azomonov o'sha Neftchini ichidan chiqib kelib shu gapni aytayaptimi? Neftchida Nasafdagidaqa muhit yo'q deyaptimi? O'sha narsani 1 yil bo'lsa ham o'ynagan, ko'rgan, his qilgan uchun gapiradi. Shu narsani. Shu narsani gapirmay andisha qilayotgani qancha. Gapirdi. Azomonov baloga qoldi. Uni gapini olib turib men gapiryapman, kanalimda men baloga qoldim. O'ylamaysizlar, men bu kallani ishlatmaysizlar. Azomonov o'sha yerda o'ynab turib gapiryapti bu gapni. Balki ichida haqiqati bordir. Neftchida hozir ishlari yaxshi emas, ishoninglar, ichida yaxshi emas. Berdiyev gapi bor chempion bo'lgandan keyin. Chempionlikda nafaqat murabbiy, nafaqat tarkib, hamma narsani ahamiyati katta. Даже qorovulli ham futbolchilarni yaxshi kayfiyatda kutib olishni ham ahamiyati katta. Stadionga kirib kelishayotgan payt. Keyingi o'yin Bunyodkor Surxon. Bunyodkor ham 4-1 taktikasida o'ynadi. Nihoyat qaranglar, Bunyodkor ham o'sha sizlarga aytganimdek, oldin 3 ta hujumchi bilan o'ynardi va nihoyat pant edi. Ular misol uchun anaqa edi, nima edi? Ashorta, Amonov, keyin nominal hujumchisi Kachori bilan 3 ta hujumchi bilan o'ynardi, lekin mana shu narsasi bilan pant edi. Hujumkor o'ynab pant yeb qo'yishadi, chunki bizda boshqa komandalar bunaqa hujumkor tarkib bilan o'ynamaydi. O'zbekistonda ko'proq himoyaga imkoniyat, e'tibor qaratiladi. Shuning uchun ham komandasi qiynaldi. Bunyodkor ham, Paxtakor ham qiynaldi. O'sha Bunyodkor esi kirdi. Ba'zi hujumchilarni orqa-roqqa joylashtiryapti. Paxtakor bu ishni qilmayapti deb o'ylayapman. Tag'in ham bilmadim. Atak Paxtakorni chap qanoti bilan o'ng qanoti vashi musiri chiqyapti, ishoninglar. Tak. Yana chalg'idim. Men orqa-roqqa joylashtiryapti deyman. Men 4-1 bo'lyapti. Ko'rasan ham 4 ta himoyachi, bitta tayancharim himoyachi kaptonni olib chiqadi. 4 ta yarim himoyachidan 4 ta ham hujumkor futbolchi, asosan 3 tasi men bu Amonov, Shroyler, Ashortalar hujumchilar. Men bu Olimjonov o'yinni ko'rsanglar hujumda yuribdi. 4 ta yarim himoyachi ko'rsatilgan bola hujumda yuribdi. Nominal hujumchi Kachori zo'r narsa. Men bolalarga aytib kelardim, men bizning Superligada nima tepishi bo'lgan futbolchi bo'lsa, даже komandasini chempionlik sari olg'a intiltirishi mumkin-da. Bizda tepishi bo'lgan futbolchi gol ura oladi, vaziyatlar yaxshi, darvoza bola chet ellikchalik uzoqdan tepilgan zarbalarni qaytarib tasha olmaydi. Olislar shunday tepishi bilsang bo'ldi. Men Kachori ko'rsatib beryapti. Tepishi biladi, uryapti, komandasi natija olib kelyapti. Uslub ish bermay qoladigan paytlarda yoki raqib yorib kirish qiyin bo'lgan paytlarda tepib urib qo'yadigan futbolchilar qanaqa kerakli futbolchilar. Bizning Superligamizga shu paytga shunaqa futbolchilar yetishmas edi. Terma jamoamizda hanuzga qadar yetishmaydi. Kachori bo'lajak Hibay deb yozib qo'yman. Tak, birinchi taymda Bunyodkor o'ynadi, ikkinchi taym gol o'tkazgach birinchi taymda Bunyodkor harakat qildi, zo'r o'ynadi va golini urib oldi. Ikkinchi taymda qaranglar. Surxon gol o'tkazgandan keyin jonlandi. Bu yoq qarshi hujumda Bunyodkor soptashadi. Mendan bitta zo'r gap chiqib qolgan. Endi shu gapni odatiy gapim qilmoqchiman. Ya'ni qanaqa komanda qaysidir komandadan kuchsizroq komanda yutmoqchi bo'lsa, o'zidan kuchli komandadan yutmoqchi bo'lsa, o'ziga kelgan zarbani qaytara olish bilan bir qatorda o'zining zarbasini bera olishi ham kerak. Surxon bu ishni eplolmadi. Birinchidan qarshi hujumlarga turib bera olmadi, ikkinchidan o'zi ham gol urish qoyillat olmadi, oxirida penaltini urib qo'ydi. Xo'p, o'sha 20-minut o'rtoqlar qolgan o'yinlar bor. Navbahor Andijon. Tak.
Navbahor joylashuviga e'tibor berasizlar. Azimboy Ahmedov hamda Gabriel markaziy himoyadan joy oldi. O'sha siqasi chiqib ketgan taktika yarim himoyachini markazga joylashtirish orqali ko'pda olib chiqilinadi. Gabriel bo'lsa himoyachi, Gedesh bo'lsa tayanch yarim himoyachisida ikkita futbolchi bor, Tayde va Gedesh. O'sha Tayde tayanch yarim himoyachisi bo'lyapti. Gedesh o'zi chap qanot himoyachisi, lekin uni Sergey Lushchan nima qilyapti? Tayanch yarim himoyachi sifatida foydalanyapti chap qanot himoyachisidan. Hujum ortida Komilov, Shohmalik Komilov, o'ngda G'ulomov, Abbos G'ulomov, chapda Shahzod Ubaydullayev, nominal hujumchi O'rinboyev. O'rinboyev juda ham zo'r o'ynadi. O'rinboyev o'zi kallada yaxshi futbolchi bilasizlar. Olivier Giroudga o'xshaydi. Maydondan cho'q ko'rinmaydi, lekin payti kelganda ko'pton yutib beradi. Anaqa ikkinchi golida ham G'ulomov urgan golda ham ko'ptona O'rinboyev yutib bergan bilasizlar. Bunaqa futbolchi kerak. Lekin baribir O'rinboyev ham Okimkani Riyakka chalik bo'la olmaydi. Riyak juda ham zo'r futbolchi ekan. O 80-90 da ham yuguraveradi. Shu himoyachilarga shunaqa pressing qilib qo'yadi, ast qo'yaverasizlar ishoninglar. Luboy komandani orzusi bunaqa reaktiv hujumchi. Okimkani g'alabalarida reak hissasi juda ham katta. Keyingi futbolchi keyingi emas. Endi navbatdagi statistikani gapiradigan bo'lsam, birinchi taymda qaranglar, 7 ta zarba bergan Navbahor, shulardan 3 tasi aniq. Andijon 3 ta zarba bergan, bittasi aniq. Burchak zarbalari 6 ga 1, to'plar nisbati 60 ga 40 bo'lyapti. Birinchi taym Navbahor zo'r o'ynagan. O'zi o'sha kubok finalida ham mana shu ikkita murabbiy duch kelgan, bilasizlar, o'shanda nima degan? Andijon bosh murabbiy Aleksandr Xamikov aytganki, biz Navbahor faqat birinchi taymda bosishini bilar edik, shuning uchun birinchi taymda muqim turib bera olib, ikkinchi taymda o'zimizni ko'rsatishimizni reja qilgan edik deganda, kubok finaldan keyin xuddi shu narsani qilib turib yutib ketdi, bilasizlar. Ikkinchi taymda Andijon yaxshiroq o'ynadi. Bu o'yinda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Ikkinchi taymda Andijon o'zidan qo'shdi. Shunaqa gaplar. Keyin maylani Gedeshmi, Gabrielmi qaysidir bittasi birinchi golni urib qo'ydi, u mayli, lekin Taydeni goli menga atib urilgan goldek tuyuldi, lekin bor. Tak, keyingi o'yin Qizilqum Okimka. Navbahor Andijon to'g'risida ortiqcha gapirib o'tirgan, faqat shu statistika bo'yicha, ma'lumotlar bo'yicha gapirib o'rganim yaxshi, boshqa quruq gaplar boshqa blogerlarga qolsin. Tak, Qizilqum Okimka birinchi taym 6 ta zarba berdi Qizilqum, 5 tasi aniq, 7 ta zarba berdi Okimka, 2 tasi aniq. To'plar nisbati 43 ga 57, deyarli tenglik. Qizilqum birinchi taymda yaxshi o'ynadi, tartibli o'ynadi, qo'ldan kelyotdi, yaxshi o'ynayotdi. Ikkinchi taymda Okimka o'yinni o'ziga oldi. O'yin tugagandan keyin Lazarich Qizilqum bosh murabbiyi nima dedi? Birinchi taymda yaxshi o'ynab turdik, ikkinchi taymda o'yin qo'limizdan chiqib ketdi. Bolalar bundoq qildi, bolalar bundoq qildi dedi. Bu ayb bolalarida emas, ayb agar ayb deb bo'lsa Mirjalol Qosimovda. Chunki jamoani ikkinchi taymda o'zgartiradigan bosh murabbiy hisoblanadi. Ya'ni Lazarich xato qildi, bolalarni ayblab, Okimka boshqacha ikkinchi taymda futbol ko'rsatgani uchun yutib ketdi. Xo'p, Okimkani joylashuviga e'tibor berasizlar, ular ham 3-4-3 taktikasida joylashgan, lekin boshqacha yoqimli Okimkani joylashuvi. To'g'ri, yapon papollarni olib tashadi. Ko'pchilik o'yladik, Okimkani tayanch ikkita yapondan iborat bo'lar ekan dedi. Yo'q. Boshqachasiga zo'r bo'lib qoldi Okimkani o'yini. Okimka yoqimli komanda bo'lib qoldi. Javohir Ilyosov darvozada, markaziy himoyaga qaranglar. Rahmonov chopar. Bu Husanovni ko'pchilik chopar sifatida taniyapti-ku. O'zi Husanovdan oldingi chopar mana shu Rahmonov bo'ladi. Prosta bu porla olmay qoldi, buni odamlar his eta olmay qoldi. Keyin Husanovni bugun boya kecha deylik, o'sha soat 1 dan ochdi-ku. Manchester City o'ynadi-ku. O'shanda Husanovni birinchi taymdan keyin bosh murabbiy maydondan oldi. Nimaga aynan Husanovni oldi? Chunki komanda hujumkorroq o'ynash kerak, hujumlarga faol qo'shilish kerak. Men o'zbek futbolchilarini, chet elda o'ynaydigan o'zbek futbolchilarini oldin ko'proq shu narsasini yomon ko'rardim. Ya'ni o'yinni o'ziga olmas edi, faqat qora ishlarni qilib yurardi. Yosh avlod sifatida Husanov shu ishni yana to'xtagan joydan davom ettirib beryapti. Hujumlarni boshlamaydi, tavakkal qilib faol qo'shilib ko'rmaydi. Faqat qiladigan ishi qora ish, hujumlarni buzib yuradi. Bizlarnikilar Rossiyaga borib qora ish qilgandek gapdi. Men bu kallasini ishlatmaydi, ya'ni kopton olib turib, ochiq odamlarni qidirib berib, hujumlarni boshlab oldinga undab bunda o'zi ham chiqib bir nimalar qilmayapti-da. Husanov faqat shu chop fotda iloji bo'lsa kopton menga kelmasa deb yuribdi.
Men shunaqa ko'ryapman to'g'risi. Manchester City'ni salobati bosib qo'yapti uni. Biz ham shu narsaga chapga chalib o'tiribmiz. Futbolda ayniqsa Guardiola'dek trenerda hamma futbolchi yaxshi, nima deydi, ko'proq vazifani bajarish kerak-da. U birinchi u xohladi-ku, seyf qiladigan darvozabonni emas, pasla beradigan, hujum boshlaydigan darvozabonni. Undan keyin boshqalar shunaqa varatar qidirib ketdi. Lekin Husanov olib qo'yadi. Husanov chopadigan himoyachi, eskicha anaqa futbolchi, ya'ni himoyachi nima qilish kerak, hujumni buzish kerak degan aqida bilan o'ynaydigan futbolchi. Baribir adas tarbiyalaganda uni eskicha futbol bilan. Oldinda o'ynaydigan, oldingidek, hozirgidek hujumkor himoyachi emas-da Abduqodir Husanov. Shuning uchun ham zaxiraga oldi deb o'ylayman. Abduqodir kreativlik yo'q-da unda. Xuddi shunaqa futbolchi men bu Rahmonov bo'ladi. Faqat chopishni biladi. Markazda Islom To'xtaxo'jayev fullback, o'ngroqda O'lmas Aliyev. Xo'p, chap qanot himoyachi Ahrorov, o'ng qanot himoyachi Ahmad Aliyev. Ahmad Aliyev ham Ahrorov ham juda ham yaxshi hujumlarga qo'shilishadi. Markaz Papava bilan Rustamov. Vashi gap yo'q mana shu ikkaloviga. Chap qanot hujumkor yarim himoyachi Xurshid G'iyosov, o'ngda Abdurazzoqov, bilasizlar qanaqa sensatsiya do'monman bu bolani, zo'r bola. Nominal hujumchi Riyak. Bu OKMKni nima deydi? Sostavini yaxlit qilib turib, bitta peshonaga joy etib, peshonasidan o'pish kerak chulpillatib. Sostav juda ham yaxshi. Keyingi o'sha Qo'qon Sho'rtan o'yinini gapirmayman, chunki o'sha o'yinni men ko'rdim. Umuman yoqmadi. Biror nima bo'lib qolar deb ko'rib o'tiruvdim, men baribir yoqmadi. Bor, gapirgim ham kelmayapti. Xorazm Buxoro. Xo'p, birinchida ham 5 marta Xorazm zarba berdi, Buxoro 3 marta berdi. Xorazmda ham 2 ta, Buxoroda ham 2 ta aniq zarbalar. Bu o'yinga yakun nima sifatida nima deyman? O'sha shu paytgacha birinchi, ikkinchi turlarda maqtalgan Xorazm himoyachilari Buxoroga kelganda o'zini ko'rsata olmadi deylik. Chichvordi demaylik, o'zini ko'rsata olmadi deylik. Kutilgandek o'yin ko'rsatmadi. Bu boshqa himoyachilikda, tushunasizlar. OKMKni Qizilqum bilan bo'lgan o'yinida yozib qo'yman. OKMK ikkinchi qavatda o'ynashga o'tyapti deb. Chunki komandada Riyak bordi. Lekin Riyak o'sha zo'r o'ynab bermayotgan hisobiga, ikkinchi qavatda kalla bilan gol ura olmayotgan hisobiga boshqa komandalar, boshqa futbolchilar yutib o'tdi-da, tushunasizlar. O'zidan o'zi xudo berib ishlar yurishib ketyapti OKMKni. O'sha ikkinchi qavatga kopta uzatilishi bo'yicha aytayapman. Xudo bermasa bir tiyin, xudo bersa o'zimiz bo'lib ketaveradi. Xayr, sog' va salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Tahlildan qoniqqan bo'lsanglar, like bosinglar, kommentda qo'llab olinglar. Davay mehnatimga rozi bo'linglar.